Ya assalomu alaykum, bizning ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar. Xo'p, mana shu ijtimoiy tarmoqda kuzatib yurib kelgan akalarimizga aynan o'zlari kelib Sirdaryo kotlovonga zakaz qilishgan ajoyib bir yangiliklar qilib berdik. Ya'ni xo'p, lazerda teshib, anaqa uzundan uzun qilib anaqa teshiklarni ajoyib qilib burchaklari bilan 80 lik apparatga qilib berdik. 80 lik apparatni qaranglar. Demak endi bir tomoni bukilganda mana bunday bo'lib. Mana bular 2 metrdan. Akalar, endi to'g'risi video qila olmadim oldinroq. Bir tomoni mana 1 metrga o'xshab, polvontoyga o'xshab bukilib, tepasiga planka qo'yilgan. Pastini aynan akamiz zakaz qilishgan. Pastiga bukilgan joyiga loy to'planib qolyapti uka. Mana shuni iloji bo'lsa pastiga 3 ga 3 profil qo'yib bering dedi. Biz 3 ga 3 profil qo'ydik, tekislab qiriga. 3 likdan og'ir bo'lsa ham cho'tkilab qilib berildi. 3 likdan o'ziga sesmasi ham chiqdi. 80 lik bitta, 40 lik bitta va 35 lik bukilgan hisoblanadi. Sesmani ham bir tomonini ikkita, bir tomonini bitta bukib cho'tkilab qilib berildi mana sesmalari. Qo'yinki akalarimizga 18 metr apparatga 80 lik, 18 metr 32 likmi, 31 lik chiqdi. Qo'shimcha listlari, mana o'qlari, gayka sevimliklari va 32 ta alohida qopda planka ham berdik. Burchaklari ajoyib qilib berdik. Burchaklari inja bo'ldi akalar. Xudo xolasa. Akamiz zakaziga muvofiq bo'ldi. Burchaklari ham. Qo'yinki polvonda yapalayotganimiz Samarqandga chiqib kechar arafasida qolgan narsalar ham xudo xolasa zakazlar tayyor bo'lyapti. Bu yoqda shoqqillatib pulini sanab olyapmiz. Asta-sekin ijod olyapmiz. Assalomu alaykum. Bizdan oldin yana bitta narsani ko'rsatib o'tay. Bugun yana Jizzaxga akamiz zakaz qilishgan apparatga ohoy deydi-yu. O'zimizda chempion, ya'ni 60 lik apparatamiz 208 dan 3 likdan berdi, adashmasam. Menga ham ayni qolyapti. Buni yuklab to'g'risa, bir yarim soat bo'lganda yuklab qo'ygandik. Mana buniga ham 60 likda tepasiga hamda frut qo'ydikda, mana orqasiga svarkalaganmiz, frut qo'yib, tepasini plankali qilib berdik akamiz akaziga. Bitta arava bonusga 2 ballonli raznisasini qo'shib berdik, 2 ballonli qilib berdik. Mana ballonlarni nechta bo'ldi? Kolonna apparatga 2 ta, mishalka ruchkali variantidan 2 ta Jizzaxda, bittasi Jizzax shaharga, bittasi Jizzaxga yerga ketyapti. Qo'yinki chotki bo'lib, inshaalloh mana Pottamas 2 tadan Isuzu'lar, nima bo'ladi deysizlar? 25 kecha ham 25 ketgan. Bu ham mana 20. Qo'yinki bittasi Guliston, bittasi Jizzax. O'zimiz Nosir aka mana kelgan. Xudo xolasa egasiga olib borib topshirib, aka ham pulini olib kelaverasa, inshaalloh. Salomat bo'linglar. Mana ikkitadan inshaalloh. Oy, ro'zani mana soat 4:30-5 bo'ldi aka. Og'iz ochishga ham 1 soat qoldi. Biz esa mehnatda astag'firullah ishlayapmiz. Farg'ona viloyati Voyda tumani Kaminteron qishlog'idan Kamina Abdurahmonov sizlar bilan ijtimoiy tarmoq orqali ko'rishdik. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.